Oldingi videolarimda rosa negativ yozib tashlabsizlar. Men sizlarga autizm bor yoki yo'q, yoki lechez qilsa bo'ladi yoki bo'lmaydi demoqchi emasman. Shunchaki hozir keng tarqalib ketayotgan o'sha kandidozga lecheniyani gрамотный qilishni tavsiya qilmoqchiman. Kandidoz bu terida, ichida, jinsiy a'zolarda, og'iz bo'shlig'ida bo'ladigan zamburug' hisoblanadi va u hammada bo'ladi va muammo tug'dirmaydi. Lekin qachondir u ko'payib ketsa, o'shanda har xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Immunitet tushib ketishi yoki uzoq vaqt antibiotiklarni olish yoki gormonal buzilishlar va yana boshqa sabablar tufayli o'sha kandida oshib ketishi va bu qanaqadir zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Va o'sha kandida oshib ketganda bu dro'jasimon gribok o'zidan o'sha ammiak va boshqa 180 ga yaqin toksinlarni ishlab chiqarishni boshlaydi va buni natijasida bola ovqat tanlashni boshlaydi. Ya'ni hamma narsani ham yemay qo'yadi. Kandida glyukoza, kraxmal va un mahsulotlarini juda ham yaxshi ko'radi va bola borgan sari ovqat tanlab, uni ratsioni faqat shunaqa tarkibli mahsulotlardan iborat bo'lib boradi. Ko'p ammiak miyani zaharlaydi, chunki u neyrotoksin hisoblanadi va keyinchalik nevrologik qanaqadir kasalliklarni yoki gipoksiya holatlarini, ensefalopatiya holatlarini keltirib chiqaradi. Kandidani oshib ketishini bolani har xil поведениялaridan, belgilardan bilib olsak bo'ladi. Bu haqida keyingi videoyimda sizlarga ma'lumot beraman.